Magazinga ketayotganimda qarasam, kimdir musorga kolyaska tashyapti. Kolyaska chiroyli ekan, shuning uchun o'zim bilan uyga olib keldim. Kolyaskani holati zo'r ekan, faqatgina quyoshdan oqarib ketgan ekan. 2 soat 85 kun atverkani qidirib, sekingina restavratsiya qilishga tushdim. Keyin unga spesialni qora kraska zakaz qildim. Hozir shu bilan bo'yaymiz. Buni bo'yab chiroyli qilib ko'chaga chiqsam, egasi tanimasa kerak. Battar bo'lib ketsin, baribir kolyaskani qaytarib bermayman. Kolyaskani yaxshilabgina birinchi yuvib olib, keyin kraska ishlatish kerak ekan. Agar qizlar rezultati zo'r bo'lsa, shu kraskani nomini sizlarga Telegram kanalimda qoldiraman. Keyin katta tog'ora izlashga tushib ketdim. Tog'orani qarasam, ichida kalta kesak yotgan. Kechirasiz deb kalta kesakni qo'yib yuborib, tog'oraning ichiga qaynab turgan bir kastrulka suv soldim. Qop-qora kraskani solib, kolyaskani chexollarini hammasini soldim ichiga. Ikkinchi qismida rezultatini ko'rsataman qizlar. Ko'p qizlar kutgan videoni ikkinchi qismi. O'tgan safar kolyaska topib olib, uni restavratsiya qilganim esinglarda bo'lsa kerak. Lekin menga rezultati umuman yoqmadi qizlar. Taslim bo'lmaymiz degan holda boshqa kraska olib, yana boshqatdan bo'yab ko'rdim. Bu kraska meni kolyaskamni 100% ga o'zgartirdi qizlar. Juda uzoq kistochka qidirgan holda oxiri uydan topgan narsam bilan bo'yashni boshladim. Bu kraskani to'liq qanaqa ishlatishi, qanaqa bo'yalishini hammasini Telegram kanalimda qoldirdim, faqat sizlar uchun qizlar. Kimga kraskani nomi, qanaqa bo'yalishi, instruksiyasi kerak bo'lsa, Telegram kanalimga o'tib olib, bemalol yozsanglar bo'ladi. Kolyaskamni qaranglar, zo'r bo'lib qolganini.